Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda kuzatuvchilar. Mana bugun yonimizga qurtiga qarshi, kleshga qarshi, qo'tirga qarshi Ivermectin ukolini qilamiz. Mana hozir bu yelka qismiga, teri ostiga qilamiz. Vesiga 0,1 dan uriladi. Hozir tortib olaylik. Bismillah. Oldu. Azroq bo'lib qolibdi, yana ozgina tortamiz. Ko'pchilikda quyonida qo'tir bo'ladi. Mana keling quloqlarini ko'rsating. Mana klesh degan narsalar bo'ladi. Bunga qaramay qolibmiz. Mana bugun ko'rib qoldim. Bugun olib kelib endi ukolni qilyapmiz. Mana yangi kuzatuvchilarga, yangi quyon boshlaganlarga terisini ko'taramiz. Ichkasini yaqib oling. Mana terisini ko'tarib urib qo'yamiz. Bismillah. Bo'ldi mana. Xudo xohlasa. 1 kilo vesga 0,1 dan uriladi. Ya'ni 5 kilo bo'lsa 0,5. Yarim gram uriladi. Xudo xohlasa 3 kun ichida to'kaveradi. Endi sekin 3-4 kundan keyin bemalol qo'shsak bo'laveradi quyonlarimiz. Albatta sizlardan iltimos qilamiz. Shu qo'yilgan videoga like'larni bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xohlasa endi juda kerakli videolarni inshaalloh chiqarib turaveramiz. Hammaga rahmat. Hamisha sog' bo'linglar. Rahmat.